Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xullas bugun bunaqa bejiklar, xullas do'stlar bir qiziq joydaman. Davomini ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, xullas dars bo'ldi ozgina. Endi sizlar bilan qo'lni aylanib chiqamiz. Hop, bu yoq taraf, bu yoq 200 boyiga endi bundoq ketamiz deb aylanib kelamiz. Bu yoqda nimalarni qo'yib qo'yishibdi? Antenna qanaqadir. Rubesh, пожарный sistema. Bu yoqda ham qanaqadir kameralar. Bu yangi. Sunel. Yangi kameralar ekan. TND mana. TND menimcha ancha bo'lgan chiqqaniga, lekin yana bozorga kirishga harakat qilyapti. O'sha bilan mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu nima bilmadim. Bu ham qanaqadir domofon. 200 ning konkurentlaridan bittasi bu. Va bu yoqda TND. O'sha mana yana. Menimcha bu Koreyaniki. Ayniqsa bu bozorda men ko'rmagan ko'p brendlar bor ekan. Bular bilmadim to'g'risi nima. Pajarnilarga bo'lsa kerak bu spes adejda. Mana bu brend ham. City Guard. Bu men uchun yangilik bu brend ham. Kondensatorlar bu yoqda. Tapiling o'zini kameralari bilan. Bu yoqda yana o'sha Hikvision. Videoni bo'lib qo'yishdi. Mana bu yerda yana ularni bilmadim to'g'risi nima. Isuzu bu yerda. Bu testerlar. Davom ekan bu. Balki mikrofon yo'qligi uchun ovozim yaxshi bormayotgandir. Yo'q, bu yoq ham ancha katta ekan. Lekin bizga taalluqli narsalar bormi ekan? Ko'proq bu yerda logistikaga aloqador narsalar bo'lsa kerak, aytdim-ku. Bu yoqda logistikaga aloqador narsalar. Давай shoqyuramiz.
Hurmatli obunachilar, o'ylaymanki video sizlarga qiziq bo'lyapti. To'g'risi, kanalimda bunaqa vlog chiqarish umuman hayolga kelmaganida, bunaqa joylarga kelish umuman. Allohga shukr. Sochni nito turganiga nechi? Men yana logistika bo'limidan qaytib chiqdim. Va bu yoq taraf o'sha tester, Isuzu, akustik sistema va yana Hikvision. Hikvision'ni biz yaxshiroq ko'rishimiz kerak. Chunki menga taalluqli joyi. Bu qanaqadir harbiylarga aloqador narsa bo'lsa kerak. Aytgancha men sizlarga boyaga yurgan robotni ko'rsatmoqchi edim. Hozir boramiz oldiga. Mana shu yuruvdi qayerdadir. Shu yerda yuruvdi. Qayerga ketdi ekan endi? Ili to'xtatib qo'yishgan, o'chirib qo'yishganmi? Mana body kamera, mana bunaqa kameralar. Hozir topishim bilan videoni yoqaman. Topdim va yana bitta narsa, ana yerda robotlar bor-da, robotlarni ham ko'rishim kerak. Mana ikkita mana почти. Mana ko'rib turganinglardek bitta katta, bitta kichkina. Ikkalasi ikkita firmaniki. Xo'p, hozir agar yo'limda to'xtasa, ana qaytib kelyapti. Mana. Bilmiyorum bu narsa taşıydımı? Zannet dedim. Привет. Gapirmas ekan, 70% veryapti. Ketdi shu bilan yana qaytgadi. Yana bitta kichkinasi bor edi. Ketib qolibdi. Mana robot. Tozalaydigan. Bu endi bilmayman nima qiladi. Keyin buni ko'rsatmoqchi edim sizlarga, mana bu kichkinani. Движение приостановлено. Nima qiladi bilmadim, lekin bu tozalasa kerak kamerasi. Qo'llab-quvvatlash markazi. Bir nimadan tarqatib yuribdi. Menimcha sizlarga qiziqarli narsalarni ko'rsata oldim. The security technology of a new era. Security is no longer division. Hoppa, 200 ip uzilib ketdi. Mana bu. Shunaqa qilib, hurmatli obunachilar, menimcha sizlarga qiziqarli kadrlarni taqdim eta oldim. Boshida yaxshi savol almashilmagan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziqarli videolar yana chiqadi, nasib bo'lsa. Kanalga obuna bo'lmaganlar, birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda dekabr oxirigacha 50 mingta bo'lishimiz kerak. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.